go'zal boylari bor, ha? 9-fevralь Alisher Navoiyning tavallud ayyom topgan kuni. Ustozim yaxshi dars o'tadi-ya. Ketib bo'lmasa. Demak, bolajonlar, Alisher Navoiy bobomiz ilmga juda ham qiziqqan ekanlarki, o'qiganliklari uchun ota-onalar xavotirga tushgan. Hali o'g'limiz yosh, bu kitobga juda ham qiziqish bilan o'qiyapti, zo'rlik qiladi, kuchlilik qiladi degan ma'noda xavotirga tushgan. Kitobni qarangki, yodlab olishga ulgurgan ekanlar. Alisher Navoiy bobomiz ustozlarning qadriga yetish haqida juda chiroyli satrlarni yozib qoldirganlar. Haq yo'lida kim senga bir harf o'rgatmish ranjila, aylamak oson emas, oning haqqin yuzganchilar. Ma'nosini tushunyapsizmi bolajonlar? Demak, bizning birinchi ustozimiz bizga harf tanitdilarmi? Biz ularni har qancha e'zozlasak, har qancha boyliklar orqali rahmat aytsak ham, lekin Alisher Navoiy bobomiz boylikka emas, aksincha ularning hurmatini joyiga qo'yishga urg'u berib mana shunday chiroyli satrlarni bizga yozib qoldirganlar. O'zlarini orazin yopqoch ko'zimdan sochilur har lahza yosh, go'ylakim paydo bo'lur yulduz nihon bo'lg'och quyosh deb boshlanuvchi g'azallariga butun boshli 20 ming devonli asarini almashga tayyor shoir bobolar o'sha vaqtda qoyil qolishgan. Demak, biz uchun yozib qoldirgan asarlari hozirgi kungacha o'z qadrini yo'qotmasdan kuyga solinib qo'shiq qilib kuylanmoqda. Tarbiyaviy ahamiyati esa bizni hamisha to'g'ri yo'lga chorlab turibdi. Qani bolajonlar, Alisher Navoiy bobomizning ijodlaridan namunalar keltiramiz. G'urbatda g'arib shotibon bo'lmas emish, anga shafiy qo'l mehribon bo'lmas emish, oltin qavat ichra gar qizil qo'l bitsa, bulbulga aytganday oshir bo'lmas emish. Ofarin. Mana biz ham bobomizning ijodlariga bir nazar tashladik. Bir oz bo'lsa ham tushunchaga ega bo'ldikmi bolajonlar? Darsimiz tugadi bolajonlar.